Hozir Namanganda joylashgan Mustang Tekstil korxonasi bor, kostyum shimchi va Istiqlol dizayn markazi bo'lib Backman brendi ostida ishlab chiqarishadi. Assalomu alaykum. Alisher aka, yaxshimisiz? Birinchi savolim, men eksportni so'rayman doim. Qaysi mamlakatlarga eksport qilasizlar? Hozirgi kunda eksportimiz Yevropadan Germaniya, Polsha, Markaziy Osiyo davlatlari va Rossiyaga asosan eksport qilamiz. Shu Germaniyaga eksport qiladigan nimadir ko'rsating-chi? Germaniyaga mana shim ko'rsatishim mumkin. Bu shim matolardan, shim tayyor mahsulotlarni eksport qilamiz. Bu Pokiston materiali hisoblanadi. 98% paxta, foiz lakra. Zo'r ekan-da. Qurilishda Germaniya Polshaga chiqarib beradi. Issiq havolada. Bu yuzda toza, ekologik tozalik deymiz, shu ekologik toza. Ajoyib. Bular ham boshqacha ekan-a, gofra. Yozgi fasonga mo'ljallangan. Buni biz endi xalq tilida gofra deymiz. Ichi mana astarsiz. Hozirgi issiq kunlarga juda mos keluvchi modellarimiz hisoblanadi. Astari yo'q. Havo o'tkazuvchanligi zo'r. Ya'ni terlatmaydi. Bu casual deymiz, ya'ni hozirgi zamonaviy futbolka bilan bu yerda remenga tasvir kiradigan. Detskilar ham bor ekan-a? Detskilar xuddi o'shanaqa fasonda. Astardagi buni astarsizini ham qilib tikayotganmiz. Rezinka deymiz. Ichki bozorga ham berasizlarmi? Ichki bozorga ham bor. Biz ham olaylik. Ichki bozorga ham bor. Hozir showroom yo'q-a O'zbekistonda? Hozircha showroomimiz yo'q. Hozir biz yangi loyiha qilganmiz. Ishlab chiqarish zdaniyasi qurib yangitdan ishlab chiqarish qildik. Shu yerda birinchi etajiga showroom, undan tashqari shaharda oldingi joylarimizga bir. Qayerda bo'ladi? Namangandami? Namangan shahrida bo'ladi. Zo'r. Shunaqa biz mahsulotlar Yevropa bozorlarini egallayapti.